Pek uzun uçup kettik. Pek yürüp kettik. Sepni buzmanglar. Uçaylı. Pek sat göründikken. Mening kızımla sat görünedikken. Men oqqu bop qolgan bo'lsam, qara o'xshata oldimmi? Pek o'xshatdim. Aqqoni özlib oldim. Nima qilyapsan? Jim tur. Uvamni buzib etding, so'roq bo'ldingmi? Kechirgin ko'mabdiman. Mushundaq deydiganini biletdim. Uvamni yasab be. Qasdan tishimga tegmadim. Men ko'zimni taraqi surkib olay degandim. Berib boshqa daraxtga surka. Ballarimni chuchitib etding. Men ballarga don beraman. Uni buzib etmagandim-a? Men shunday vaziyatdan qarasam to'g'ri billahi. Uni ayblama, u amalsiz. Undaq deganing bilan ham don topaman, ham uv yassam bo'ladi. U surkab tursa mingiz chiqadi. Mingiz chiqib qolganda qichishmaydi, shuni surkab turaman. Hammasi shundaq deydi. Bug'im mingizni surkaydi, eyiq dimbisini surkaydi, qoplan tirnog'ini bilaydi. Mencha to'xtamay qolaman. Xo'sh, endi diqqat qilaman. Bo'ladi.
şundaq qil. Balllarım, men keldim. Ben bu tezroq çoğ bolgan bolsaq bundaqça qavarçılık yuluqmaydı. To'g'ri, cho'ng bo'lsak kuchli bo'ladi. Hechimda qo'rqmaydi. Hech kimga bo'zak bo'lmaydi. To'g'ri. Suvga tushaylimi? Ma'qul. Ketmanglar. Qadinas do'stinglardim Yo'q, qo'rqamsizlar? biz qo'rqmadik. Ehtiyot qildik, shunda qilmasak bo'lmaydi. Deganlaring o'rinliq. Albatta o'rinliq. Sizlar bak turkansizlar. Eshitmadan qo'rqmaydi ekansizlar. Hamon bir kuni bizga hech kim tankilanmaydi. Yurish-turishinglar g'alati-ku, ha? Biz kaskanmas chaqchaqdan bezor. Tushundim. Biz baldiroq cho'ng bo'lsak deymiz. Cho'ng bo'lasizlar. Qachonliqqa deb bering. Oldirib ketmanglar. Sodi qachonliqqa? Ha? To'g'ri, qachonliqqa? Oldirmanglar dedim-ku. O'sish jarayonidagi har bir kunni qadrlanglar. Hayotlikning har bir kuni ko'ngilli o'tish kerak. To'g'ri, biz qachonliqqa cho'ng bo'lgan bo'lamiz. O'z mas'uliyatinglarni tushungan ham uning huddisidan chiqolgan cheg'inglarda. Aniq vaqtni so'rasanglar, sen sana yana 1 yil bor. Sanga-chu? Sanga-mo yana 1 yil bor. Yana 1 yil saqlaymizmi? Bu neymiş? Sen ketyapsan-ku. Meni qutuldirma. Bu oral emaskan. Yetkilyapti-ku. Meni qutuldirma. Qo'rqma, men keldim. Men keldim. Chapsan, bu oral emas, olmos tutgan. Mening dimbamda nemish qilasan? Men aral emas, alvastim emas. Men umrimda sizdan cho'ng tashbaqani ko'rib boqmagan. Ustingdagi balani qirg'oqqa chiqib qo'y. Bo'ldi. Endi u bexatar yerga chiqdi. Simba! Bimbo! Bimbo! Simba! Ne iş yok? Çok korkacak gelme. O rastgele bek cho'ngkan. Tashbaq xonim, ketmay turing. Nereden kelganingizni deb beramiz. Recep yigizkensiz. Buningdan qaraganda uzun yil yashapsiz. Shundoq, yashayotgani necha 100 yil bo'ldi. Bizning bo'yimiz to'xtamay o'sidi. Amisa yeshingiz bu daryoning yeshi bilan o'xshashganda. Ancha farqlanmaydi. Rajab cho'nkan. Ular nerede? Men daraxt chiqib qarab baqay. Shendim. Ular cho'qim avdoning kengda. Mayli. Ya, u dong emas, tashbaq ekan. Uning ishi cho'ng bo'lgandan keyin bayliq boyalarni cho'qim biladi. Nima? Bayliq. Bayliq ko'milgan jihiyani biladi. Mana.
Nemi desem bola, belki şundaqdı. Men sizlarni yaqtırıp qaldım. Nimişqa? Yaşlar kötüren ruhluq keladi. Mana mendek mo'maynimni tetikleştirib etdinglar. Ama yaş emas. Mening oldimda yosh hisoblaysizlar. Әмсінен Чешка Озғанын. Ballarım bilishinglar kerakki, har qanday sharoitda ayol kishining ishini so'rashga bo'lmaydi. Keçirin, hepsi bisharat bereremsiz. Ma'qul. Timsohning bo'g'isi bilan mo'misi yosh chog'da men allaqachon qerib ketgan. Siz yer shari bilan tang tug'ilganmi? Yo'q, men uzun yil yashagan bo'lsam-mu, unchalik cho'ng emas. Men tug'ilganda yer sharining shakllanganiga oz deganda 3 milliard yil bo'ldi ekan. 3 milliard yil degan oz vaqt emas. Esimiz ağla. Rostmi? Rost bo'lmaydi. U chog'da yer sharining ustini quyuq atmosfera qavati qoplagan ekan. Çağda yer bilen asman üstünlük tanışır. Toxtumay erişir ekan. Alem bina buluş jarayonida eng dastlabki hayotlik atomlar paydo bo'ldi. Atomları? Ha, o'sha mikrosomani deyman. Nima? Ular urug' o'xshaydi, konkret desak, hayotlik urug'i. Tushuntirib bergan bo'lsangiz. U hayotlikni tashkil qiluvchi hujayraning barliq moddalarini o'z ichiga olgan bo'lib, yer sharidagi barliq hayotlikning manbai hisoblanadi. Ne kadar gitti hocam. O çağda hayatlık olmasa bu işlerini siz kandak bildiniz? Shundoq, o'chaqda hayotlik bo'lmasa, Men hayotlikning paydo bo'lish jarayonini bilaman. Bu bizga tava bo'lgan gen irsiydi. so'zlayversiniz. To'g'ri, so'zlab bering, ha? Ma'qul. So'zlayvering. Taxminan 1 milliard yildan keyin eng dastlabki molekulalar tatirchi taraqqiy qilib, taq hujayirlik hayotlik shakllangan. Keyin o'zgarish orqali ko'p hujayirlik hayotlik yoki meduza shakllanib, dengizda yashagan. Ularning uzuqliq topadigan nurg'un antenasi bo'lgan. Keyin qasraqliq bulutsimon ham ushshaq jonliqqa aylangan. Ular taq hujayirlik hayotlikdan shakllangan. Oylar o'tib, yillar o'tib, hamma ish to'xtagan. Barliq tadrijiy taraqqiyot asosan bir yerga bog'liq. Biroq bundan taxminan 500 million 500 ming yil ilgari o'zgarish yuz bergan. Hayotlik zo'r darajada taraqqiy qilgan. Yer sharidagi barliq dengiz okeanlarda degidek eng qadimiy jonlar intiozavrlar paydo bo'lgan. Har xil intiozavrlar bu yerda orom olgan, ko'paygan, oziq tepish uchun quruqlikka chiqqan. Ulardan ba'zilari qo'shmakonliq hayvonga aylangan. Qo'shmakonliq hayvon degan nima? Çapsasımız kuyruk tadım. Mana men qo'shmakonliq hayvon timsohmi shunda? Kesib aytalamsiz. Albatta. Sertefi Petrozavrning davri tuqquni. U 2-era davridagi o'mlikchi hayvon. Shundaqla qo'shmakonliq hayvon. Ular suvdimi, quruqlikda yashay oladi. Sizlar bilgansizlar, men qo'shmakonliq hayvonning avlodi ekanman. Biz ulardan jiq farqlanamiz. Necha ming yil ichida o'zsiz taraqqiy qilgan. Necha ming yil? Shuncha uzun yilmi? Keyin yer sharining havosi namlashib, nurg'un o'simlik va hasharotni o'sish muhiti bilan ta'minlagan. Bundan 270 million yil ilgari qo'shmakonliq hayvonlar yer sharining xo'jayinlari edi. Biroq uzoq qolmay muzliq davri yetib kelgan. Yer sharining bir qismi muzning ostida qolgan.
bir qismi bo'lsa qizliqqa aylanib, hamma yerni qum tosh bosgan. Muzliq davr barliq hayotlik uchun qiyin davr bo'lgan. Qo'shmakonlik hayvonlarning hammasi degidek to'nglab qolgan. Ammo timsoqqa mendek o'mligicha hayvonlar saq qolgan. Keyin yangi davr boshlangan. Bizdek o'mligicha hayvonlarda g'oyat zo'r o'zgarish bo'lgan. Keyingi 150 million yil ichida ular quruqliq ham havoga xo'jayin bo'lgan. Ba'zilari mang'alagan, ba'zilari uchalagan. Qushqa o'xshashmi? Undaq qushlarmi o'mlik hayvonlarning avlodimi? Albatta, ya'ni kaslanchiqmi bor, ammo ularning tadriji taraqqiyoti odatdagidek emas. Ana boz quyrug'ini chiqarib oldik. Ey, qara baqayli, u yana qanday bayliqni jurib oldi ekan. Kaslanchiqning tadrijiy taraqqiyoti nimishqa odatdagidek emas? Aldirma Toshbaq xonim deb berdi. Chunki bir xil kaslanchiqning dumbisida cho'qchin chiqqan ustixon bor edi. Ben bu, sening dumbangimi? Ashunda qusqan chiqqan bo'lsa demsan? Sizlar nima qilyapsizlar? Nima istayapsiz? Sizlar kim? Men ajab ko'rib boqmabdi. Ular qo'rqib ketdi. Biz sizning baylig'ingizni izlab o'tdik. Mening boylig'im nima? O mening badanimda. Agar bayliq badinda bo'lsa, Bek boy hisoblanadi. Ammo men boylig'imning jiqligidan emas, balki tinimning saqligidan boy hisoblanaman. Bizning o'rtaq boylig'imiz bor. Zo'r boylik. men biletdim, uning jiq bayliq balig'ini biletdim, allabir biletdim. Bo'ladi. Agar xohlasanglar, birga boraylik. Boylik boyaychiroq emas. Sizlarni hozirla boshlab boray. Bu ya menga tanishliq, men boyliq ko'rmagan. Jiringlar. Ma'qul. Bu fursatdan foydalanib sizlarga yana so'zlab beray. Dumbisiga ustixon o'sib chiqqan bir kaslanchiq bor bo'lib, ustixonning uzunligi 2 metr keladi ekan. Bu bek muhim. Biz uning avlodlari keyin doim oftobga qoqlanqashqa uning qini qizib ketibdi. U yana buyuk ovchiga aylanibdi. Bo'ldi, keldik, chiqinglar. Men sizlarga degan boylik tog' jinsidagi toshqa aylangan jism. Aya qaranglar. Tashqa aylangan jism pul g'erandiganda ko'rpaqaycho. Toshqa aylangan hayvon, o xuddi toshqa band qilingandek turadi. Uning obrazini aniq ko'rgili bo'ladi ekan. Toshqa aylangan mushu hayvonlar ham o'simliklar bo'g'ashqilar. Biz qaysi davrda qanday turlarning bo'g'anligini bilalaymiz. Bu dinozavr oilasiga tava. Mingizlikli qattiq ona pulga olami? Ayta. Amaliyotda bu mingizlik dinozavr iradan burungi hayvonlarning bir qismi. Ular bek cho'q. Ba'zi yerlari do'stimiz timsoqqa bek o'xshaydi. Shundaqmi-ki? Ularni usrab kelsa kesib kelib bo'ladi. Kichikroq tashbamiki qarab baqayli. To'g'ri. İradım burun hayvonlarning turqi qandaq deb faqat tushunamadim. Ular qadimiy davrda yashagan hayvonlar. U chaqda kishilar xat yozishni, metallarni ishlatishni bilmaydi. Uning badani bek uzun ekan. Men bayqidim. Xuddi qushqa o'xshaydi ekan. To'g'ri. Uning iskeletimi qushning iskeletini aslatadi. Dinozavr kayni buti bilan mengib, oldi buti bilan qo'g'dinadi. Ba'zilari go'shxo'r bo'lib, qo'rqinchli edi. Tishlari o'tkir edi. Yana ba'zilari to'rt buti bilan mang'atdi. Besh kichik, bo'yni uzun edi. Ular o'tkir hisoblanadi. Ular bu kichik sutlargacha hayvonlar faqat yarim kechada o'zini chiqardi. O'tkir dinozavr qo'yrug'i bilan qo'g'dinatdi. Ularning terisi go'shxo'r dinozavrlarning hujumidan mudofaa qilinadi. Tyrannozavrlar eng qo'rqinchli ovchi bo'lib, yer sharidagi eng vahshiy hayvon hisoblanadi. Badanining uzunligi 12 metr, tishining uzunligi 20 santimetr keladi. Necha million yil jarayonida bu g'oyat zo'r hayvonlar yer shariga tahdid solib kelgan. Kichik sut emgichi hayvonlar hayot qilish uchun yoshinib olishga majbur edi.
O'txo'r dinozavr ballardan bir qadammo ayrilmaydi. O dinozavrlar ne ketken? Ulanın taş qaylangan jismini kömdük-ku. Qo'rqinchli ofat uchirgandan keyin nasli qurib butunlay yo'qolgan. Nimiş qamdi? Ular şundak çok küçük dursa. Ularning nasli qurmaslik kerak edi. Biroq taqdirga bir narsa tegilib bo'lmaydi. Bir g'oyat zo'r meteorit yer sharining atmosfera qavitidan o'tib dengizga tushgan. Bu dahshatli dengiz shavqini ham yer tavrashni paydo qilgan. Quyuq chang to'zon shiddat bilan yer shariga hujum boshlagan. Yer sharini bara-bara chang to'zon qoplagan. Hatta quyoshning ko'gili bo'lmagan, temperatura shiddat bilan tuvalligan. Zaharli gaz jism bilan kislotalik yomg'ir og'ir quruqliqqan dengiz suyidagi zo'r bir turkum jismni nobud qilib o'tgan. Shundoq qilib yer shari nihoyat qisqa muddat ichida barliq aholisidan mahrum qolgan. Şundak, ama biz hayat çokum mevcut bo'lib tura olmaymiz. To'g'ri deding, albatta shundoq bo'ladi. Sen, men ham mau ikkilanmo bizning jamoatimizga tava. Bu ikisi mi bizning ajdodimiz mi? Kızlık gap bo'ldi. Yusufni olgan barliq hayvonlarning ajdodimiz bo'lishi natayin. Mana mağa gap bo'ldi. Keyin qandak bo'ldi? Keyin nurg'un jonliq uyg'onishga boshlagan. Muzliq davr oxir o'tib ketgan. Yer shari issigan. Nima degan uzun vaqtda? Jonliqlar yana yangi musobaqani boshlagan. Menimce bu taş qaylangan jismdan ming yaxshi. Menimce bu texmi chiqdi qaraydi. Qandaq ahvolingіз, Toshbaq xonim? Hozir keldingizmi? O bizga ajdodimiz to'g'risida hikoya aytmadi. Bak dalaylikkansizlar, nurg'un bilim o'rganyapsizlar. Şundak, biroq men o'ylayapman, bular rost ishmidi yo rivoyatmidi? Deganlarimning hammasi rost ish. Yer sharining hikoyasi rivoyatdan sirliq. To'g'ri, bek sirliqkan. Qaranglar, biz bayliq topildi. Shundoq. Qandaq boyliq? Taş, qo'loq. Güzel taş, chiroyli qo'loq shundoq. Sizlar degan boyliq mushumi? Shundoq. Ularning hech qanday qimmati yo'q. Chiroyli bo'g'ini bilan pul qolmaydi. Sizlar Toshbaq xonimning gaplarini anglsanglar tushunasizlar. Haqiqiy boyliq bilimdir. Bugun u sizlarga ajoyib yaxshi so'q taqdim qilib, yer sharining hikoyasini so'zlab berdi. Endi ketay, dengizni kesib o'tmasam bo'lmaydi. Hamon bir kuni haqiqiy boylik tepishinglarga tilakdoshman. Sizni dengizga olib qo'yay, qadrli do'stim. Men dinozavrga aylanib tushganman. Men shundoq tushganman. Shalqat bo'ldim. Nima degan umoq bollar? Qara, Kedin. Sinba bilan Binbo qushqa sinchilab qaradi. Chunki ular qushning ajdodini bilib olgan edi. Ular Toshbaq xonimning so'zlaridan bilim o'rganib olg'ashqa bek xo'shal edi. Ular Adinaroning so'zlarining to'g'riligini his qildi. Haqiqiy boylik bilimdir. Bilim ularda yangi ajoyib qarayib ishlarga taqobil turish ishonchisini turg'izadi.